Assalomu alaykum. ATX Xalq banki Paxtaobod BXMga biriktirilgan Paxtaobod tumanidagi Bog'i Guliston MFyi 385-kontur yer maydoni Xalq bankiga biriktirilgan. Bu yer maydoniga makmaka ekilgan. Jami yer maydonida hozir 40 nafar dehqon xo'jaliklari mavjud. Bu dehqon xo'jaliklari bilan shartnoma tuzilgan holatda makmaka ekilgan. Yer maydonimiz jami 10 gektar bo'lib, uzunligi 485 metr, eniga 262 metr. Hozir ko'rib turganinglar to'g'rida G'iyosdin fermer xo'jaligi joylashgan. Chap tomonida mahalla joylashgan, orqa tarafida Qirg'iziston Respublikasi. O'ng tomonimizdan G'iyosdin fermer xo'jaligi yerlari. Bu yer maydonimizda agregator A'loxon Yangiboyev fermer xo'jaligi. A'loxon Yangiboyev fermer xo'jaligi kun davomida texnik ishlarni amalga oshirib, agregator makmakimizni shu holatga olib keldi. Hozirgi kunda o'g'itlash jarayoni, sug'orish ishlarida hamma narsa yaxshi. Agregatorlar bilan ham dehqon xo'jaliklari bilan shartnoma tuzilgan. Dehqon xo'jaliklari ham shu o'zini yerida dehqon xo'jaligida ishchi bo'lib hisoblanadi. Kelgusida gektaridan 40 ming dona makmaka olmoqchimiz. Jami 10 gektarimizdan 400 ming dona bo'ladi. Donasini makmakani 6 ming so'mdan sotish rejamiz bor. Kelgusida har bitta dehqon xo'jaligiga 60 million so'mdan daromad keltiradi.